juda ko'pchilikda bo'ladigan muammo, darvozalarni yuvgandan keyin artilmay qolib ketadigan bo'lsa, mana burchaklarda suv to'planib, mana yaqindan ko'rsating, mana bunga o'xshab ozgina zang chiqib qoladi. Mana bu joylarga bo'lsa, ko'proq chiqib qolgan. Buni ketkazishni men sizlarga zo'r yo'lini topib qo'ydim. Agar videomiz foydali bo'lsa, like bosib ketasizlar mana. Mana shu joyga mana bunga o'xshab ozgina sepasizlar mana. Sepganlardan keyin mana shunday suv holati, buni ustidan buni quyasizlar mana. Mana. Ash ko'piklash kerak. Ko'piklaguncha sabr qilib turasizlar, ungacha tegizmang. Mana. Rost mana ko'piklab oqargandan keyin mana shu qo'llaringni olib turib, mana. Mana bunday qilib yuborasizlar mana. Ko'ryapsizlarmi? Buni orqasidan keyin delfinlatda chiroyli qilib mana shunday qilib artib qo'ysalar, qaranglar, yangiday bo'lib qoladi. Xullas, men sizlarga shunaqangi sifatli darvozalar topib qo'yganman. Arzon narxlarda qilib berilyapti. Mana shu ko'rib turganlaringizda 1 kvadrati 1 million 100 ming so'm. Bunisi bo'lsa 1 million 200 ming so'm. Mana bu yonda ko'rib turgan high-tech fasolli 2 qavatli darvozamizni ham sizlar uchun 1 million 200 ming so'm, yonidagisini bor baraka 1 million so'mdan beraveramiz. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy va Toshkent bo'ylab shu narxlarda, undan tashqari joylarga xudo xolasa kelishamiz, murojaat qilaverasizlar.